Ayol qizlarimiz uchun o'ta darajada zo'r yangilik. Do'kon ochilishi munosabati bilan bugun tovarlarning narxini sindirib tashlaymiz deb ayapam chaqirganlar. Shunga kelganmiz. Adreslarimizni videoni oxirida aytamiz. Bemalol videoni oxirigacha ko'rib, lokatsiyani, adresini bilib olsanglar bo'ladi. Bungacha tovar narxlari bilan bir qator tanishib o'tamiz. Assalomu alaykum apa. Assalomu alaykum. Yangi 4 yil yangi bozor obunachilari bilan salomlashib, bir qator narxlar bilan tanishib o'tamiz. Assalomu alaykum. Yangi 4 yil obunachilari. Hozir shu yangi do'konimga o'tgani munosabati bilan Toza do'koni o'tganlari uchun skidka qo'yib berilgan. Hamma tovar qo'yilgan, skidka. Hamma tovar qo'yilgan. Hammasini qo'yilgan. Arzon narxlarda. Arzon narxlarda. Lekin bular materiallar original, lekin arzon baholarda, sifatli materiallarni arzon baholarda qo'yib berilgan. Sifatli narsani arzon bahoda qo'yib beriladi. Mana anaqasi yo'qang. Original narsa, poddelkasi. Poddelkasi bo'lmaydi. Hammasi original narsa, arzon narxlarda qo'yiladi. Original narsalar, bularning sifatini bilsangizlar, tikuvchilar ham yaxshi biladi, buni kiyib yurganlar ham yaxshi biladi. Bir sezonda kiyadigan narsa emas bular. Tikuvchilar ko'rib turgan bo'lsa, bemalol nech tovarligini aytsanglar bo'ladi. Konditsioneri borang buni. Yuvganingizdan keyin dekbarlikda g'ijim bo'lib qolmaydi. Yana yuvgandan keyin o'xshab girishmaydigan narsa bular. Jasur. Bemalol murojaat etaverasiz. Jasurbek, keyin yana bir narsa, shu materiallarimizni shunday bular rasvetkalar hech qachon nima deydi, modadan qolmaydi. Modadan qolmaydigan tovarlar. Sifatini garantiya 3 yil mazza qilib kiyadilar, salqin bo'ladi bu. Salqin tutib turadi yozda. Ayniqsa issiq vaqtda giyishlar shunday qulay. Bularni yozda chillasini skip chiqib qo'yganmiz. Bemalol kelib olaverasizlar, chunki bu narsalarni hech kim 20 ming so'mdan skidkida bermaydi bu narsani. 20 ming so'mga hech kim qo'yib berilmaydi. Bahosi emas bularni. 20 ming so'mdan hech kim skidkida 20 ming so'mdan qo'yib bermaydi. Bularni yana nima desam ekansiz? 1 yil kiyadigan narsa emas, 10 ming so'mdan tovarlardan emas bular. Boshqa yer bilan solishtirib bemalol kelaverasizlar. 10lik, 15lik poplinlardan emas. Bular haqiqiy poplinning o'zi. Haqiqiy poplinni o'zing. To'ychilar bemalol kelib olsanglar bo'ladi ekan. Arzon yerini qidirib bilgan bo'lsanglar, bemalol kelaverasizlar. Ololmaysanlarimiz ham bor, Jasurbek. Nima deyiladi bu? Bular ololmaysanlar, to'ychilarimiz uchun. Ololmaysan, shu yerda. Qoshli, qoshsiz har xilindan bor ina. Endi ololmaysan degan tovarlarni shu yerga kelib olaverasizlar. Bular ham 50 ming, 60 mingdan sotilgan. 50 ming, 60 mingdan sotilgan tovarlar. Nechadan qo'yib berasiz? Swarovski qoshli bo'ladi bular, ham Bolgar pom, chisti, haqiqiysi, poddelka emas. Poddelka emas, originali. Vaqtida hozir 35 mingdan 35 ming so'mdan qo'yib beriladi, originali. Arab gul deyiladi bular. Arab gulang bular. Hammasini 35 mingdan qo'yib beramiz. 35 ming so'mdan 60 ming, 50 ming sotilgan tovarlarni 35 mingdan qo'yib beradilar. Yaxshi, qudama yaxshi narsa olaman, yaxshi narsa qo'yasan to'ychilar uchun ajoyib foydalanib qolishlari mumkin olib. Avvalgi birinchi chiqqan giberlardan hozirgi poddelka emas, originali. Hozir ham trenddan qolmaydigan tovarlar. Ayapa bularni ham aytib o'tavering. Bular ham shu hammasi 35 mingdan. Neracha 35 ming so'm? Ana shu yeracha. Mana shu yeracha 35 ming so'mdan. Ana bunday bo'yna. Bular ham haqiqiy miramray ishlangan, haqiqiy. Keyin bu yoqda ana poplinlarimiz yana shu 20 dan. Poplinlar 20 ming so'm. 25-28 ming sotilgan vaqtida. Haqiqiysi originali bo'lgani uchun o'zimiz ham video tushiramiz-ku. Boshqalar tovarlarni 30 ming so'mdan bundan ham baland qo'yilgan 20 ming so'mdan qo'yib berdi ayapam. To'ychilar, ayollar bemalol kelib olsanglar bo'ladi. Keyin bu materiallarimiz bor. Mana bu yerda. 35-30 sotilgan. Bular haqiqiysi bo'ladi, ana sifatlisi. Cho'ziladani. Materiali qo'bi bilan qo'binidan farqi bordan hozir ayniqsa hozirgi vaqtda arzonlari ko'payib ketdi. Poddelkasi ko'pang. Poddelkasi ko'payib ketdi, lekin bular haqiqiysi. Haqiqiysi 35liklarni 25 qilib qo'yib beraman. Mana 25 ming so'mdan. Bemalol ana olib giysalar bo'ladi. Borib boshqa yer bilan solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. Tovar shunday bilinadi, original emasligi. Ayapamda hamma narsa original, peyda poddelkasi yo'q bo'lsa aytib sotadilar. Yana nechta tovarlar bor ayapa? Shular. Hammasini bemalol ko'rsatib chiqaring. Sirtda bor. Sirtdagilarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Sirtda bor. Bularni hammasini 15 mingdan qo'yib beramiz. 15 ming so'mdan.
Hammasi 15 ming 25 so'mdan. sotilgan. Bular ham originali. Originali. Hammasini o'zini bahosida qo'yilib turibdi. Üstüne 1 so'm ham qo'yilmagan. Hammasi o'zini bahosida 10 minut, qo'yilgan. 15 minut poplini olib kelsam, uni olib bir marta kiyadilar faqat. Bir marta olib kelib keyin tashlaveradi. Yaramaydi to'g'risida. Shuning uchun faqat bizda originallari, lekin shu arzonlarni bahosida qilib qo'yib turibmiz. Originalni poddelka narxda qo'yilib turibdi. Uni shubhatib o'tirmaysizlar. Hamma narsa original. Yana bir marta aytib o'tamiz. Tugatish uchun Tugatilish munosabati bilan bir toza ko'chalar adresiz neda bo'lgan avval? Avval keldi. Turkman bozorida bo'lgan, mana shu yerda ko'chgan. Nechanchi do'kon bu? 1108 do'kon. Shu yerda ko'chirilgan. Tugatish munosabati bilan hamma narsa arzon narxda o'zini bahosida berilib turibdi. Poddelka narsani o'zi bo'lmaydi bu yerda. Adreslarimizni aytib o'tamiz. Mana shu darvozadan kirib kelsanglar, bu tarafında beton stoyanki bor, bu tarafda avtostoyanki bor. Bu yerda Diller 300. Diller 300 dan to'g'ri beriroqda 1108-do'kon. Hozir navada bu? Qurbonay ayapam. Arzon narxlarda qo'yib turibdi. Menning bahoda topilmaysizlar original narsalarni. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bir like'larni bosib, kommentariyaga fikrlaring bo'lsa, bemalol yozib ketsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga. Buni nechadan qo'yib berasiz? Bularni. Bular 55-50 sotilgan. 55-50 sotilgan. 48 mingdan qo'yib beramiz. 48 ming so'mdan. Bu original yaxshisi bular mana. Haqiqiy xon atlas deyiladi bular. Xon atlasang bular. Xon Haqiqiysi. atlaslar. Eng originali bu. Ko'pincha navoq ishlatadilar buni. Bular unda turmushga chiqib turgan qizlari, gelinlari, Gelinlar uchun, to'y bo'yatgan to'ychilar uchun. yostiqlarimiz. Yostiq qanchadan? Bu 35-30 sotilgan, 28 mingdan. 28 ming so'mdan qo'yib beriladi. Arzon narxlarda tovarlarni qidirib yurgan bo'lsanglar, so'ra kelsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga. Sog' bo'ling, boy bo'ling.